Assalomu alaykum hammaga. Cobalt mashinasi uchun viza xizmatiga kelgan Chilonzorga mashinamiz ruli qullanib qolgan. Kalt ochmaydi. 2019, 2020, 2014, 13lar muammosi ana shu bo'ladi. Ruli qullanib qoladi. Buni ichini zamogoncha remont qilish kerak. Remont qilib, tayyor qilib akamizga ochiladigan qilib beramiz. Ikkinchi videoda tayyor holatini ko'rsatib o'taman. Cobalt mashinamiz tayyor bo'ldi. Zamoglari joy-joyida ochyapti hammasi. Hech qanaqa muammo qilmasdan ishlayapti. Birinchisi, ikkinchisi. Ikki tomonlama ishlayapti. Hech qanaqa muammo qilmayapti. Tishlar mana buni tishi salgina yedirilib qolgan ekan chekkalari, o'sha uchun chiqishga ozgina qiyinchilik tug'diryapti. Buni to'g'rilatib olsa, hech qanaqa muammo qilmay ishlayveradi. Bunda shunaqa muammolar bo'layotgan bo'lsa, telefon qilaringiz chiroyli qilib berishga harakat qilamiz e'tibor uchun. Hammaga rahmat.